Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan 21-darsimiz hodisalar bo'yicha amaliyot qilamiz. Hop, mana bu ko'rinishda saytni keltirib olamiz. Buning uchun bizga dastlabki kodlarni tashlab olishimiz kerak. Hop, bizga HTML kerak bo'ladi. Va bizda saytning ichida kerakli rasmlar bor. Ularni ham o'rnatib olamiz. Hop, bizga kerak bo'ladi mana bu birinchi rasm. Download knopkasini bosamiz. Рабочий stol, web dunyosi, JavaScript va shu yerdan bitta image degan papka ochaman. Ctrl Shift neni bosib. Shuni ichiga tashlab olamiz. 1 2 Bular reklamalarniki. Adobe 1 Adobe 2 Adobe 3 Adobe 4 Bor. Hop, endi yana qayta ko'ramiz mana. Hamma narsa keldi. Endi bizda topshiriqlar bor. Amaliyotimizda o'sha topshiriqlarni bajarish davomida ba'zi narsalarni yana o'rganib olamiz. Hop, masalan, saytni JavaScriptda kod yozishdan avval biza doim DOM content loaded yozib olishimiz kerak. Bu nima vazifani bajaradi? Document Adavan listener DOM content loaded bu JavaScript faylni oxirida yuklanishini bildiradi. Ya'ni birinchi HTML yuklanib bo'ladi, keyin JavaScript kodlar yuklanadi. Shuning uchun bizga kerak. Ya'ni birinchi kirgandan JavaScript yuklansa, bu saytni buzilib ketilishiga olib keladi. Shuning uchun doim mana shuni yozib qo'yishimiz kerak. Va qolgan kodlarni mana shu funksiyaning ichiga yozamiz. Hop, birinchi vazifa shu edi. DOM content loaded qildik. Hop, keyin bizda oldindan amaliyot bo'lgan edi. Unda kerakli narsalarni o'chirgandik. Hop, o'sha holatini qaysi mavzuda ekanligini bir aniqlab oldik. Xo'sh. Hozirda buni birinchi holati ham bor ekan. Mana bu yerlar o'chirilgan va orqa fonda rasmlar o'zgargan holati bor ekan. Menimcha shuni uyga vazifasi qo'yilgan. yoki boshqa birortasini uyga vazifasi sifatida qo'shilgan bo'lgan. Hop, shularni o'chiramiz bo'lmasa. Birinchi navbatda. Hop, masalan, reklama bo'limini rasmlarni o'chirmoqchiman. Buning uchun birinchi tanlab olishim kerak. Tanlab olish uchun biz mana DOM mavzusida o'rgandik, qanday tanlab olishni.
Bu yerda reklamalar ADV1, ADV2 deb nomlangan edi. Qidirish bo'limidan qidirib topsak tezroq bo'ladi. ADV bu yerda ADV degan divni ichida ekan rasmlar. Shuning uchun let deyman. Birinchi vazifa let ADV image deyman. Image deyman. Document query selector all. Hop, ID ADV'ni ichidagi image'lar va ADV image'da for each yordamida iteratsiya qilib olamiz. Image deb va har bitta image'dan remove qilamiz. Remove bizada o'chirib beradi. Va bitta saytni script ichida, JavaScript ichida o'chib ketdi bizada reklamalar. Mana shunday qilib biz o'chirib oldik. Endi keyingi vazifa, masalan, mana buni orqa fondagi rasmni o'zgartirishimiz kerak. Orqa fondagi rasm tozalab oldik. Background yordamida berilgan background image. Hop, bir deb qidirsak menimcha chiqadi. Bir nuqta JPG yoki boshqacha nomlanganmikan. Qo'yga qaraymiz. 2 nuqta JPG ekan bu. Shuni 1 nuqta JPG ga o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun headerni tanlab olaman. Ikkinchi vazifa let header deyman. Document query selector va ID headerni tanlab olamiz. Va headerga style yordamida hodisa qo'shaman. CSS text degan va uni ichiga yozaman. Mana buni. Bu yerda tailwind yordamida ekan, biz CSS yordamida qo'shamiz. Background image image deb yoziladi. Keyin URL, keyin bizda qayerda joylashgan? Image papkani ichidagi 1.jpg. Va ko'ramiz, mana rasm avtomatik o'zgardi. Endi mana bu yerda drama turibdi, bu yerda esa komediyani rasmi turibdi. Mana shu tekstni o'zgartirishimiz kerak dramaga. Bu 3-vazifa bo'ladi. Hop, drama degan matn bizada span ichida ekan. Shu spanni tanlab olaman. Let deyman. Span element document query selector va rasm ichida header ichida turibdi. Agar header ichida bo'ladigan bo'lsa, bu yerga burtani header deb yozib ketsak bo'ladi. Header ichidagi deb tushuniladi. Va bu yerga span deb qo'ysam, avtomatik bizada header ichidagi span tanlab olinadi. Span element deyman. Text content deyman. Text content bizaga CSS dagi HTML dagi tekstini o'zgartirib beradi. Va buni komediya deyman. Komediya. Mana komediyaga o'zgardi. Komediya. Ko'rsak mana. Mana shu yerda
vazifalar ketma-ketligi. Bular 3 ta vazifani sizlar ham o'zlaringiz takrorlab sinab ko'ringlar. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.